Mana bu yerda bo'g'oz bor, mana bu yerda arablar, mana bu yerda Eron. Mana shu yerda bo'g'oz bor. Qatar Birlashgan Arab Amirliklari shu yerda yotadi. Bulardan chiqadigan neft, gaz to'xtab qoldi. Bulardan boshqa olib chiqadigan koridor yo'q. Ya'ni bitta koridor bor, Suez kanali orqali olib chiqib ketadigan bitta koridor bor, lekin nyuansi bor. Bu yerda asosan Saudiya olib chiqib keta oladi. Mana bu yerda Yaman bor. Yaman Arab Respublikasi ikkiga bo'linish arafasida turibdi. Agar Yaman Arab Respublikasi ikkiga bo'linadigan bo'lsa, neftni chiqadigan hududi bitta respublikaniki bo'lib qoladi. Neft qazib chiqaradigan hudud ikkinchi respublikaga bo'lib qoladi. Qaysi biri eksport qiladi unda neftni? Mana shu muammo. Global muammo shunda. Endi savol tug'iladi, bundan kimlar yutyapti proliv yopilganda? Saudiya Arabistoni yutyapti birinchi gal. Nimaga? Uni raqobatchilar nefti nima bo'lyapti? Chiqmayapti. Saudiyalarda koridor bor olib chiqib ketadigan. Ham qimmatga sotyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi kundagi Eron bilan nizosi jahon bozor neft narxining oshishi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Venesueladan arzon neftni olib chiqib, Yevropa mamlakatlariga u neftni sotishga olib kelyapti. O'sha resursni qazib chiqarib, Yevropa mamlakatlariga mana neft bor. Jahon bozorining konjunkturasida aynan nimaga muvozanat bo'lmasligini biz o'rganamiz siz bilan.